5 oktyabr 9:30. YBA energiya texnologiya g'oyasi kelgan joydamiz. Geografik joylashuvni yana ilmiy tarzda hujjatlashtiraman. Aziz Temur. Shamol mana hatto 6 minutda ilmiy rekord qayd etilgan zoologiya bo'yicha bioakustika tarixida 6 minut prямой odamga qarab vokalizatsiya. Ikkita guvoh ham bo'lgan hamrohlarim. Mana shamol bu yerda bioenergiya texnologiyasi mana men quyosh hujjatlashtirayotgandim uchun quyoshdan olinadi, isitiladi. Ichiga antifriz qilsa agar qishda ham isitsa bo'lar ekan. Naryoqda qilganlar bor ekan. Masjid rahbari, direktori. Mana hozir bu endi yozda ishlaydi. Suv podacha beradi, suv. Eski qurilmada bu. Noyob narsa. Mana 6 minut trombarsimiz bilmayman, ko'rmaganman endi. Ko'rganman, Oqtoshda ko'rganman. Bunisi nima desa bo'ladi? 6 minutdan oshiq 6 minut plus bilan vokalizatsiya bizga qarab qilib turdi. Ko'rmadi. Oxirida guv qilib 3 marta o'pkasidan ham do'sh bor. Yoniga borishga harakat qilganimiz uchun to'xtatgan bizani stress holatga tushirib. Mana shamol masjidda juda qattiq shamol bo'lyapti-da, mana hozir. Mana do'shlar ham eshitilyapti, mana teringlar. Jonli kuzatuv. Yaxshigina shamol bo'lyapti mana. Shundan bilinib turibdi, mana juda yaxshigina do'shlari ham. Yaxshigina shamol bo'lyapti. Hozir bu yoqqa o'taman. Bu yerda shamol bo'lmaydi. Geografik joylashuv shunaqa mana. Orqa tarafga Charx oromgoh kottejini orqa tarafiga o'taman. Bu yerda yo'q. Mana bu yerda jimjit. Mana mutlaq shamol yo'q. Shashlik qilyapmiz mana. Kuzatuvchilar. Hamroh kuzatuvchilar. Yovvoyi tabiat kuzatuvchilarimiz biz.